O'zbekiston Markaziy banki hamda O'zbekiston Nashriyot matbaa ijodiy uyi, qolaversa Asaka Bank hamkorligida mana bugun Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatida kitob savdo yarmarkasi tashkil etildi. Albatta bu kitob savdo yarmarkasi xodimlarning kitobxonlikka bo'lgan muhabbatini oshiradi va qidirib yurgan, izlab yurgan badiiy adabiyotlarga erishishiga bir qadam yaqinlashtiradi. Bu bilan ko'zlangan maqsad shuki, yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbusning eng muhimi hisoblangan kitobxonlikni keng targ'ib qilishga erishiladi. Qolaversa, bu kabi loyihalar albatta hamkorlar tomonidan, Markaziy bank tomonidan va nashriyot tomonidan qo'llab-quvvatlangani hammamizni quvontiradi. Kelgusida bu kabi loyihalarni birgalikda izchil davom ettirishga harakat qilamiz va bu loyihalar xodimlarga keng bilimlarni, adabiy bilimlarni oshirishga ko'maklashadi degan umiddamiz.